Aka mishalkamizni mana bu ekstremnisi bosganingizda o'chadi. Mabodo nimadir qanaqadir noxush vaziyat bo'lib qolsa, yoqqaningizda mana ishlaydi. Yondi. Bu mana do'shini ishlatilayotgan bo'lsa, ichida chipi bor, ammo ochganda ishlamaydi. Mana o'chdi ochganda mana. Yopsam yonadi, otsam o'chadi. Bo'ldi. Nimani bossam ham mana ishlamaydi. Ishlamaydi. Knopkalari ham mana hammasi mantlari hech qanaqa teshigi yo'q. Mana hech qanaqa mantlari teshigi yo'q, ichlariga un-pun yopiq suv kirib ketadigan teshiklari yo'q. Mantlari mana mahkam yopilgan hamma yog'i. Mantlari ham mana hozir 0.5 kamerada o'tirdim mana standart. Qalinligini ko'rsangiz bo'ladi mana. Anaqalari ham qalin. Juda ham qalin qilib ishlangan. Mana ichlari. Bu mana bunisi nimaga? Xamirni olishingiz udobli bo'ladi-da. Mana bunaqasiga ishlayotganda ham bosib ketmaydigan qilib qo'ygan. Yo'qsa qo'lni ham olib kirib ketishi mumkin. Mana bu faqat buni bossangiz mana faqat mana bosdim qozonini o'zi aylanadi. Shu xamirni chiqarib berish uchun bu yoqda. Bu nimaga qozonini o'zi aylanadi? Chunki agar mana bu aylansa, bu xayoli bilan o'tganda qo'lni ichkariga olib kirib ketishi mumkin. Shuning uchun shunaqa qilingan. Buni yopilgandan keyin mana ishga tushadi. Mana ketdi. Bu mana ruchnoy variant. Qozoni mana bu rasmdan qozoni bu yoqqa aylanadi. Mana strelkasi bor mana. Bu yoqqa aylanyapti. Endi buni bunday bossam to'xtaydi-da, bu yoqqa aylanadi. Mana endi mana test ko'rish bu. Birdaniga o'tib olmaydi. Sekin bitta o'ylab oladi, yaxshilab keyin o'tadi. Mana. Men balandda ishlaganda ham bunaqa duvushi baland emas. Men normal ovozda gapira olaman, o'rtacha baland emas, past emas. Hech qanaqa shovqin emas, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, nariyodagi turgan odamlarni ham duvushi bemalol eshitilib turibdi bu yoqqa. Ovozini detsibeli past. Bunaqa baland shovqin bilan ishlamaydi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor bergan bo'lsangiz, skorostdan olganda boshqa mishalkalarga o'xshab tarillab, taqillab, birdaniga paqillab, unaqa zamikaniyalar bo'lib, unaqa ishlab bo'lmaydi, remellari uzilib ketib. Bu nimaga yordam beradi? Чтобы har doim bunda ishlayotgan xodimlar, direktor ishlamaydi hech qachon. Bunda ishlayotgan xodimlar bilib bilmay yangi kelgan odam xayoli bilan nimanidir bosib yuboradi-da. Shu bosganda ham shu buzilmasligi uchun, muammo chiqmasligi uchun shu narsani oldini olgan. Shuning uchun skorost o'tkazayotganingizda mana sekinga o'tganda bemalol o'tib ketadi. Sekindan tezga o'tkazganingizda ozgina o'ylab oladi. Shunaqa. Bu yerda mana bu hozir normalniy ruchnoy rejimda ishlayapti. Mana bossangiz bu yoqda mana bu pauza mana. Xohlasangiz pauza qilib qo'yasiz. Pauza qilib turib, buni ochib, mana bosib, xamiringizni olib olasiz ichidan. Keyin xohlasangiz yana yopasiz. Ketdi. Xohlasangiz tezga, xohlasangiz sekinga mana qo'yasiz. Hozir pauzada turibdi mana. Bosasiz, keyin tezga o'tkazib yuborasiz. Mana. Hozir tezlashib ketadi hozir o'zi. O'ylab o'tyapti demiye. Hozir tezlashadi mana. Bo'ldi. Mana o'chirib pauza qildik. Menyuga o'tkazamiz. Menyu deganda taymerga. Taymer avtoni bosamiz. Mana avtoni bosdik. Mana 1 minut, 2 minut, 30 minutgacha chiqadi. Mana 0 dan, mana xohlasangiz 0 qilib qo'yasiz. Tezni o'chirib qo'yasiz, faqat sekinni o'zi. Xohlasangiz mana sekin, birinchi sekindan boshlaydi, keyin tezga o'tadi har doim. Birinchi tezga o'tib turib, keyin sekinga o'tmaydi. Mana 1 minut sekinga qo'ydim. Mana xohlasam 1 minut, 2 minut tezga qo'yasiz mana. Mana hozir 1 minut sekinga 1 minut tezga qo'ydim. Bo'ldi. Shu holatda startni bosib olasiz, ketdi mana. Mana hozir ketdi, bo'ldi taymer. 1 minut shu holatda aylanadi, 1 minutdan keyin o'chgandan keyin avtomatik tezga o'tib ketadi yana 1 minut. O'sha hisobda 2 minut, 1 minut sekin, 1 minut tez aylanadi.
Mana уже sekinlik vaqti tamom bo'ldi, tezga o'tdi mana. Hamma FH degani endi finish degani-da, bu tugadi degani. Mana hozir mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana sekund ketyapti mana. Do'sh yo'q mana, jimjit. Hozir o'zi ovoz beradi. Xamir tayyor bo'ldi deb. Mana bo'ldi. Shunga 4-5 marta, 6 marta ovoz beradi, bo'ldi. Keyin to'xtaydi, bo'ldi. Ogohlantirdi, xamir tayyor bo'ldi deb. Shuna kelinadi. Ustini ochilinadi, qopqog'ini. Bor xamir olinadi. Qolgan ichkarilari qolib ketganini qo'lda tiqib, qiynalib o'tirilmaydi. Mana buni bitta bosilinadi, xamir o'zi aylantirib yoqib chiqib beradi. Bemalol olib, tozalab qo'yaverishadi. Shunaqa gaplar aka mana. Yerga qotiradiganlari bor mana, oyoqlari yerga qotirib regroupga qilib qo'yadi. Bu balonli-da hozir. Mana. Balonli. U odam bu yoqqa qilsa, mana itarsa, og'ir bu yurmayapti mana. Yuradi bu odam bu yoqqa. Keyin joyga joylashtirilgandan keyin ana narsalarni regroupga qilib qotirib qo'yiladi yerga. O'shanda qimillamay turadi. O'shani hisobiga hozir ishlatganimiz ozgina qimillayapti, chunki balonda turibdi. Balonda turish mumkin emas-da bunga. Hamma narsalarni qotirib qo'yish kerak. Mana bu.